Xorazmliklar haqida gap ketganda men ularga просто respekt deyman. Bu bekor emasda, men bu haqida juda ko'p gapiryapman. Juda ko'pchilik nima Xorazmliklar shunaqa, masalan, shuncha meni podдержка qilyapti, qo'llab-quvvatlayapti. Qanaqa vaziyatda nima bo'lishidan qat'iy nazar har doim oldinda-da. Ular ishoninglar, umuman вообще другой planetada. Haqiqatdan ham borki, bekor yo'lar Xorazmga uchun. Shunaqa vaziyat bo'ldi. Yaqinda masalan Tyotyur bilan yo gapga bordi masalan. Meni orqamdan Xorazmliklar chiqib turib telefon qilgan, tushunyapsiz? O'z-o'zidan emas, men tanishlarim bilan o'tiribdi. Lekin videoni bundoq qaraganda Xorazmliklar meni qo'llab-quvvatlab, taklif mana shunaqa gaplar qilgan. Hammaga emas, men shularni podдержка qilmasligim kerak. Ishoninglar, men Xorazmliklar bilanchi lopma-lop kelib qolish bu narsa umuman noto'g'ri bo'lgan narsa. Men aytayotganim, ular действительно nima qanaqa vaziyat bo'lishidan qat'iy nazar ular shunaqa chiqadi. Bekorga Xorazm kuch emas, har bitta musikada, har bitta narsada o'zlarining chiqishi bor, o'zlarining ko'rsatishlari bor. Ular просто respekt, bo'ldi, boshqa hech narsa.